Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlar. Bugun 2026-yil 25-may sanasi. Pomidor ko'chatlarini qirqish jarayoni bo'lyapti. Chikanka qilishimizdan sabab simdan baland bo'lgan narxlari juyakni yopib, mana shu harakatlanishga, o'tib ketishga xalaqit bermaslik uchun va bundan tepasida kurak qilish vaqt ham uzayib ketadi, mayda bo'lib qoladi. 5 ta yarasi bugun, bu yoqqa yetadi bizga. Yig'im-terim jarayonida bizga xalaqit bermaslik uchun olib tashlaymiz baribir. O'sib, mana shunday holatga kelib qoladi. U hali agar olmasangiz ancha o'sadi. Mana shu ham polni yopadi. O'sgan narxda yonboshdan chiqqan bachkalari. Mana shunday bu tomondan 40 ta shunday simgacha. Simdan tepasini olib tashlaymiz. Shu yoqqa yetamiz hosil. Qirqmasa bo'ladi, qirqmasa o'zimga xalaqit beradi. O'tib ketgan mana shu juyakni yopib. Terim jarayonida xalaqit bermaslik uchun olib tashlaymiz. Ham ko'ragim mayda bo'lib harakatga davotlik bo'ladi-da. E'tiboringiz uchun rahmat. Like tugmalarini bosing, obuna bo'ling. Tepadagi o'suvchi narxni qirqmasak, mana shu yurayotgan joyda yarmigacha yopatdan harakatlanishga xalaqit beraman. O'satdagi ana shuni tushiradi pastga qaytib. Shu qatorda barcha niholat tushgandan keyin mana shu umuman yopilib qoladi. Shu sababli qirqilyapti. Qo'shimcha ma'lumot uchun bu pomidor ko'chatlari 22-fevral sanasida mana shu holatda, endi bu ildizi bo'lgan u payti. Oddiy bachkina qirqib shuni ko'rsatyapman. Shu holatda o'g'it to'ldirilgan qopchalarga ekilgan. Martni 16-mart sanasida yerga ko'chirilgan. Hozir 25-may bo'lsa, shu holatga keldi. Oralarida bitta ikkita qizarishlar bor, pishishlar bo'lyapti. Salkam 3 oy ziyodroqda yerga qo'ndirilgandan keyin pishdi.